Assalomu alaykum. Qadrdonlar, yaxshimisizlar, durustmisizlar? Tabasharlik aka-ukalar, opalar, singillar. Mana 3 xonali kvartira sotiladi. 39-domda ekan. Tabasharda, Istiqlolda. Hozir boramiz, ko'ramiz qadrdonlar. Mana shu kanalga obuna bo'laverasizlar, chunki Baxtiyor Rep zablokirovim bo'ldi, vaqtincha kira olmayman. Ozgina vaqt kerak, 2 oy, 3 oy vaqt kerak yana. Shunga shu kanaldan foydalanib turamiz. Ana shunga podpiskani bosib qo'yaverasizlar. Mana 39-domga kelyapmiz qadrdonlar. Hozir ko'rsataman. Ana shu oldi sotdi nima bo'lsa, ana shu men nomerimga aloqaga chiqsanglar, hal qilamiz. Keyin akalar ukalar, mana bu Kia Carnival ham sotiladi. O'zimiz minib yurgan mashin, toza. Narxiga kelsak, kelishib ketamiz. Mana shu domda 4-etajda 3 xonali kvartira sotiladi. Hozir более подробно ko'ramiz qadrdonlar. Men sizlarga aytayotgan mashin mana shu mashin. Mana oppoqni, simpatichni mashin. Tonirovkalari, orqalari bor, texnik motorlari bor, hamma narsasi bor. Sizlarga ko'rsataman degan uy mana bu uy bo'ladi. Mana. Shuni ko'rsatib bering aka. Ana shu uy. Xudo xolasa mana shu domda 3 xonali kvartira. Remontlari bilan. Assalomu alaykum. Qo'shni qilaysiz, yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Qo'shni uy sotsa, birinchi qonun qo'shniga keyin sot deydi-yu. Shunga mana hozir men sizga aytayapman, mana uy sotyapman aka. Keling, ko'rsataman. Eshikni qarang. Bitta qayting buni qarang. Temir eshik aka. Ana ichkarida baqirdim, eshitdim. Mana kirganda koridor, katta koridor bor. Kelinglar, birinchi bo'lib nimadan boshlaymiz? Mana bu xonadan boshlaymiz. Bu xonamiz 3,5 pastga 4 metrga 5 metrda shunaqa. Men metro bo'yicha berganim yo'q, ustiga qo'yilgan remontlar polностью bo'lgan. Tak, aborlar ham juda oddiy qo'yilmas, chiroyli, sifatli aborlari. Mana bu balkon ham bor. Agar chekadiganlar bo'ladi, shularga ko'proq yaxshi boshim aylanadi aka. Mana shunda. Tak, mana atmosferani ko'ringlar, cho'tkicha. Hech kim ko'rinmaydi shu. Mana qo'shni. O qanday yaxshimi deb shu. Balkoni bor. Mana ochiq tursin. Yaqinda remontdan chiqdi. Yana ozgina chala remontlari bor, uni qilib berishadi. Ikkinchi xonaga kiramiz. Ikkinchi xonaga. Mana ikkinchi xona. Bor. Zo'r bo'lgan ekan. Qadrdonlar olmoqchi bo'lsanglar, mana 3 xonali kvartirani obzorini ko'rsatib beryapman. Bunda balkon yo'q. Bu ham 5 metrmi, 6 metrga 3,5-4 metr chiqadi. Qadrdonlar, mana remontlari bo'lgan, kirishalar qilingan. Suv bor, hammasi bor. Tak, endi aka, yana nimani ko'rsataysiz? Aka, bu xonada mana bu xonada bor. Buni приблизительно aytsam, bu 3 ga 3 shu atrofda lyustralari bor, bu bog'ir abullari bor, ayna eshik hammasi bor. Mana bu taraf devor tarafda edi. Mana bu bolalar o'ynab yurishi mumkin bemalol. Bunda aynani ochib, keldiyston yopib qo'yib, ovqatingizni qilaverasiz. Keyin yopamiz. Ko'rdingizmi? Bir qo'shni yaxshi. Qo'shni qarang, o'zingizga aytib qo'ying. Tak chiqamiz, endi bu xonani ko'rsataman. Bu xonalar mana hamma xonada aboyi har xil. Bu ham bu 3,5 ga 3 menimcha shunaqa zo'r. Olmoqchi bo'lsanglar mana shuni videoni ko'rib boraveringlar, men sekin gapirib boraveraman. Agar biror nima tushunmagan bo'lsangiz, kommentariyga yozib qo'yasiz. Mana balkon bor, bu zakrytый balkon. Xohlasangiz barini kuxnya qilib oling, xohlasangiz mendagi spalni qo'yib spalni qilib oling. Olganingizdan keyin haligi sizniki bemalol xohlaganingizni qilib olaverasiz. Ana bunda orqasida narsa bor ekanda. Mana bunda открытый balkoni ham bor. Открытый balkonda endi. Mana ko'rsatib qo'ygan yerlar bo'lsa. Mana открытый balkon bor. Nazar. 1, 2, 3
Kel. 3 ta balkoni bor ekan. Endi yopib qo'yaylik, keyin yana avvalgi bo'lmasin. Tak. Tak, endi yana nima haqida gapirsan? Nima haqida aytib beray? Qadrdonlar. Baxtiyorlik kanaliga men 2 oydan beri kira olmayapman. Parollari esdan chiqqan, vassalam qilib bo'lmayapti. Qadrdonlar, mana shu videoga bitta podpiska bosib qo'yamiz. Keyin sizdan biror bir uy sotasizmi, olasizmi? Farqi yo'q. Mana bu nomerga murojaat qilsangiz, bizga murojaat qilgan bo'lasiz. Samimiy g'oyasi narxiga keldik. Narxini 250 ming somon dedi. Mana egasini nomerini qoldirib qo'yaman. Savdo qilsa bo'ladi. O'zingiz savdo qilib olaverasiz. 4-etaj, mana ko'rdinglar. Biz yana borib video syomka qiladigan joylarimiz bor. Sizlarning ham vaqtingizni olmayman, o'zimni ham vaqtimni olmayman. Keyingi videoda ko'rishamiz.